Tasavvur qiling, 100 yildan so'ng 2124-yilda biz hammamiz mana shu Instagramdagi hozir shu reelsni ko'rayotgan hammamiz bu dunyoni tark etgan bo'lamiz. Butun umrimizni o'tkazgan xonadonimizda boshqa bir inson farzandlari, oilasi bilan yashayotgan bo'ladi. Bugun bizning qo'limizdagi hamma narsalarga boshqa birovlar egalik qiladi. Kiyimlarimiz, buyumlarimizni balki tashlab yuborishadi yoki butunlay yo'q qilib yuborishadi. Biz bugun faxr bilan haydab yurgan mashinamiz ham tashlandiq temir uyumiga aylanishi aniq. Avlodlarimiz esa biz haqimizda eslamasliklari yoki umuman unutib yuborishlari mumkin. To'g'ri, bir necha yillar ketadi, lekin bora-bora biz devordagi eski suratdagina qolib ketamiz. Balki yo'q. Agar mana shu haqiqatga tik qarashni o'rgansangiz, bugun sizni qiynayotgan ko'p narsalar shunchaki sarob ekanligini tushunasiz. O'zingizni qiynab, umr davomida o'zgalar bilan kim o'zlariga poyga o'ynashdan ko'ra, bugunning zavqi bilan yashash foydaliroq, mazaliroq, zavqliroq ekanini anglaysiz. Shunchaki o'ylab ko'ring.